Do'stlar, mana va'da yetib keldik. Chinobod 31-maktab. Mana xudo xolasa juda chiroyli qilib mana maktablarimiz ham bityapti ekan mana. Kirisha qismidagi o'tibdi mana hozir tayyorgarlik kirisha qismlarini. Ustakalarimiz charchashmasin. Hammalari mana ishlashyapti ekan. Mana mahsulotimiz yetib keldi. Kafelkali, shpakilovka. Chirishyapti ustakalarimiz. Ustakalarimizga nima deymiz? Omad tilaymiz, charchashmasin. Mana shu qurilishda necha kishi bo'lsa, hammalariga omad, ishlariga charchashmasin. Men o'zimga o'zim ham baxt tilayman, omad tilayman. Doim men ham charchamay, yo'llarim meni ham bexatar bo'laversin, ha. Nima dilang? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, mana shunday chiroyli, yaxshi sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, alyo desalaring, xudo xolasa shetdamiz. Aytyapman-ku, agar mabodo mahsulot kerak bo'lmasa ham bitta telefon qilib gaplashib o'tirsalaring bo'laveradi. Sog'liqni tilasham, sog'lig'imni so'rab qo'ysalaring ham roziman. Mahsulot olishlaring shart emas. Bitta telefon qilib qiziqishga, gaplashib o'tiraylik, agar bekarchi bo'lsalar gaplashib o'tiraylik desalar ham bo'laveradi. Gaplashib o'tirib qo'yaveramiz. Sizlar uchun har doim vaqt topamiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.